Assalomu alaykum, hurmatli tunikafon ishqibozlari, aziz obunachilar. Xudo xolasa biz navbatdagi tunikafon ishlarimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Bu obyektimiz Farg'ona viloyati Yakatut mahallasida tugatib bitkazib berdik. Videoni oxirigacha kuzatinglar. Xudo xolasa bu obyektimizga qancha tunikafon rasvot qildik, necha puldan qilib berdi, hammasini aytib o'taman. Xo'p, ko'rib turganlaringdek ichkarida boshladik. 5 metrga 170 ga hayvonchasi chiroyli qilib mana shunday ko'rinishda ko'rib turganlaringdek pianino qilib chiroyli qilib chizib berdik. Ichkari shapkalar полный tunikafon bo'lgan. Hozirgi kundagi trenddagi bo'lgan fasonlardan biri bu. Hop, bu obyektimiz общий tunikafon расходimiz 220 kvadrat atrofida tunika расход qilganmiz. Ichkari shapkalar, polный aylanasi, darvozaxonasi, ustunlari bilan chiroyli qilib tunikafon berdik. Hozirgi kunda 1 kvadrat tunikafonimiz 130 ming so'mdan barcha rasxodlar ichida qilib bermoqdamiz. Kimga mana shunday sifatli tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, albatta ekrandagi nomerlarga aloqa chiqa olasizlar. Mana ko'rib turganlaringdek polный aylanasi, shapkamiz 110 chiqqan. Aylanasi polный 40 metr shapkasi, 5 metrga 170 ayvoni, 10,5 metrga 330 darvozaxonasi, ustunlari bilan polный chiroyli qilib bitkazib berdik. Hozirgi kunda aytib o'tgandek barcha rasullarchilar 130 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Kimga mana shunday sifatli tunikafon xizmati kerak bo'lsa, bemalol ekranda nomer qoldiryapmiz. Murojaat qilaverasizlar. Sifatiga Xudo xolasa o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Sizlarga yoqdimi, yoqmadimi, albatta fikrlarni yozib qoldiringlar. Ustunlarni mana chiroyli qilib baquvvat chiroyli qilib berdik. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa keyingi obyektlarimizni videosini kuzatib borasizlar.